Bugungi vaqti bordi, ha? Ay, men birdamdagi so'rab baqay aka. Siz bilan ko'rishgidek vaqti bormi, yo'qmi taxa? Ha, ma'qul. Ali degan narsa so'rashma. Ha, shu burash ama. Ko'rishimiz o'tdi. Lekin hozir bo'lmaydi. Hadi, tamam. Ey, pulimizni beramsa boshqacha deyishimdi. Bu qanday gap qilasiz deyman? Men iningiz bilan deyishgan uni. Qilamsiz ukam, qilmamsiz masodni? Endi qilmayman. Sizning gapingizni anglamda, men akangizninkini. Akamninkini. Bunda chata yo'q. Pulni qaytarib berma, buningda ansirma. Lekin bugun emas, erta. Mushta vaqtda shirkatga kelsangiz bo'ldi. Marhamat. Erta? Biz pulni bugun olib keldik. Pulni naqd bergan bo'g'aydik. Qarang, men ishlarni siz tushunamsiz, tushunmamsiz. Men iningiz olma degan malga men zavodga zakaz beraman. Zavod malni men bergandan keyin anangdagi iningizga berdi. Pulim shuningga o'xshash. Men olmagandan keyin zavodga deyin pulni qaytarsa, anangdagini qaytarib bermamda. Ey, sening quruq gapingni anglab o'tirgandek vaqtimiz yo'q deydi. Pulni qaytarsan, qaytarding. Bo'lmasa ishxonangni chiroyli zinnatlab qo'ydigan chiqadi. Ey, siz bir ish uqdigan, lev uqdigan odamdek gap qiling bu yerda. Voy, men quruq gap qilmay, pulni bera. Çöp ketdi. Adash, Yaxshimi? sen nima ish qilsiz bu yerda? Val o'ltirabman sal turib deyishdi. Nima çöp ketdi? Sen aralashimsan bo'ldi. Qara adash, azroq sodning ishi bo'tdi. Necha vaqtni yo'q, olma dedi. Zavodga zakaz bermasam, endi qilmayman deb pulimni qaytar deydi. Men dedim, "Ati beray desam, shu jidan sen boshqacha o'ylamag'in adash, ha?" Men og'inamning oldida siz yuzim to'kmay, ati deyishayli bo'lamda. Men ati berma deganki, ati berma pulni. Qara, biz pulni bugun olib keldik. Bugun pulni bersang bersa, bermasang bersa. Bo'lmasa, yer satilishib qoladi. Qancha puldi? 200 ming. Bu yoq. Tatib shumi? Ha. Ma kartada 2 million pul bor. Malana pulini berib deb, qolgan pulni shirkatning hisobiga qo'ydim. Unda olsa, biz qaytdik. Ha, qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi adash, o'zingchi. Ha, yaxshi. Bu kelishdan burun men telefon qilaversan, o'zim og'il chiqatdim emasmi? Ha, shu tunugun kelgan, qarasam bak aldirashgansa, shundan ketib bugun kelishim. Tunugun kelganmi? Ha. Mening xabarim yo'q. Ha, shu aldirashgansa, shundan ketib qoldim. Ha. Adash, oboyqi nim puli? Ha, bizning janubdagi paychiqlarning puli ham o'zim yig'ib akagan pul. Ha, unda o'z xotirjam bo'ldi. Har asadash. Ko'rashmigil bak uzoq qopdi. Naqsin o'ylab dursam o'zan kepsa. Ha, shu. Men san Mingulning yangoq maydoniga chiqdim. Bo'lmaydi etgan tomoqning ta'mini sig'inib qolgansa. Mingulning yangoq mi? Bo'lmaydi amroqligimni bilib olsan-da. Shu bizmi yoqtirib shiltimiz emasmi? Shu bizning uydan mushni shiltatimiz adash. Ha, ras. Rahmat adash. Ha, bizning kotibni biz qaytadan bir tarbiyalab olsak bo'ldiga o'xshaydi o'zimi. Qanday deysan? Ha. Qog'oshlarni men sana sal turib deb beray. Adash, apam uy tomoq etayotgan. Jura, sen aplan baray. Mingul yurishlik maylarimizga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalashish telefon nomeri 189 99 84 00 94.